Mhm. Bitta odam. Bitta odam shunaqa qilyapti. Ikki moslik. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun Xudo xolasa 28-mart navbatdagi aravamizni topshirdik. Pritsepimizni. Akalarimiz Farg'onadan zakaz qilgan edilar. Tayyor bo'ldi, mana keldilar. Xudo xolasa topshiramiz. Akajon, pritsepimiz ma'qul bo'ldimi? Qarang, buning taassurotlarini haqida bir gapirsangiz. Pritseplarimizga ma'qul, Farg'onadan kelganmiz. Aka, tabriklaymiz. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Sog' bo'lasiz. Bu pritsepimizga kelsak, 1.40 2.40 arava, 2 mostlik Damas balon qo'yib berdik. Chiroyli qilib mana yaxshi parlardan o'rnatib, germetishli parlardan o'rnatib, balandligi ham baland bo'ldi bu aravani. Buni balandligi 1.60 bo'ldi. Poli taxtadan bo'lgan buni. Hozir ochib ko'rsatamiz. Parkovlarni o'rnatib, akalarimiz parkov berib yuborganmiz, ular o'rnatib olib keldilar. Mana tez bitdi ishlari. U yoq bu yog'i yarim soatga bitirdik. Damasga parkov qo'yish sal qiyinroq. Shuning uchun berib yuborgandim. Mana akalar bitirib keldi. 1 tonna 600 zamok zanjirlari bilan mana bu ilka, kuzov nomer hammasini chiroyli qilib taxlab berdik. Mashina svetiga mos keladigan qilib, bir xil qilib taxlab berdik buni. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimga shunday aravalar kerak bo'lsa, bemalol bog'lanaverasizlar. Nomerimiz bor. Sog' bo'ling.